Assalomu alaykum barchaga. Endi justimizda ham taom yetkazib berish xizmati mavjud. Hozir buni qanday ishlashni sizlarga ko'rsatib o'taman. Saytga kiramiz. Biz ko'rib turganimizdek, bu yerda mana burger, lavash, danir, milliy taomlar. Pastda restoranlar bor. Restoranning ichiga kiramiz. Ustiga bosganimizda bizda mana restoran menyusi kelib chiqadi. Hop. Bu yerda mana shashliklar, milliy taomlar, salatlarni tanlashimiz mumkin. Hop. Endi o'zimiz uchun biron bir taom tanlaymiz. Misol uchun mastava tanlaganimizda mana tepada kart bor. Shu kartga +1 chiqdi. Bu narsa telefonda ochganimizda pastda ko'rganimizdek savat bor. Shu savatda 1 chiqdi. Savat ustiga bosamiz. Ko'rganimizdek mana biz tanlagan mahsulot. Hop, akkaunt. Bizning xizmatlarimizdan foydalanish uchun tizimga ma'lumotlaringizni kiriting. Kiritishni bosamiz. Hop. Ismingiz Javohir. Telefon raqamingizni kiritasiz. Yuborish bosilganda siz telefon raqamingizga SMS keladi. Shu SMSni kodini kirishingiz kerak bo'ladi. Tasdiqlashni bosamiz. Bosganimizda mana bizning telefon raqamimiz. Hop, taom tanladik. Bu yerda endi izoh yozishimiz mumkin. Misol uchun qatiq solish kerak emas. Hop. Buni bosganimizdan qatiq solish kerak emas. Komment yozdik. Taom uchun davom etishni bosamiz. Davom etishni bosganimizda bizda adres yetkazib berish manzilini kiriting. Manzilni qo'shish. Bizda hozircha manzil kiritilmagan. Manzil qo'shishni bosamiz. Hop, kurir uchun aniq manzilni kiriting deyapti. Misol uchun Serob mahalla, O'zbekiston ko'cha, uy raqami 54. Hop. Serob Mefeyer. Manzilni qo'shishni bosamiz. Serob mahalla, O'zbekiston ko'cha 54. Hop. Serob mahalla masjidni oldi. Shu yerga bosamiz. Joy tanlandi. Endi manzilni kiriting. Manzilni tanlaganmiz. Manzilni saqlashni bosamiz. Manzil saqlandi. Manzil saqlaganimizdan keyin bizga turganimizni mapda ko'rish. Buni ko'rib olishimiz mumkin Google Map orqali. Ko'rganimizda biz tanlagan joy haqiqatda biz uyimiz bo'lsa ko'rib olamiz. Agar o'zgartirish kerak bo'lsa, manzilni o'zgartirish bosib, yana o'zgartirib olaveramiz. Demak, bizda manzil saqlandi. Endi davom etishni bosamiz. Davom etishni bosganimizda bizga mana yetkazib berish ma'lumotlari, telefon raqam kiritdik, manzilimiz, buyurtma elementlari mastava 20 ming so'm, yetkazib berish narxi 10 ming so'm, jami summa 30 ming so'm. Qisqacha buyurtma haqida ma'lumot, mastava bitta 20 ming so'm. Buyurtma qilishni bosamiz. Buyurtmangiz muvaffaqiyatli qabul qilindi. Endi biz shu buyurtmangizni yetkazib bera olamiz. Hammaga rahmat.